Bizga bir teklif endi. Çalgı haqida bir turamishib qoldik. Bizning qadimgi çalgılarimizda pərdi yo'q. Pərdi yo'q. Pərdə bu yaqinqi davrlarda o'rganuvchilarga qulaylik bo'lish uchun, ondan ovoz turaqli bo'lish uchun, keyin o'sha pərdi qo'yish umumlashib hozirga qadar endi bu pərdi qo'yish asosan muqimlashdi. Aslida bizning çalgılarimizda azaldan pərdi yo'q. Çünkü 12 ovoz bilan bizning milliy kuylarimizni ifade qilib bo'lmaydi. Hozir ishlatayotgan 12 ovoz bormi? Biz shuni ishlatyapmiz hozir. Biz aslida 17 ovoz ishlatishimiz kerak. 5 ovoz jiq ko'p. 17 masalan do, shundoq deymiz. Do ko'tarilgan do. Endi do ko'tarilgan do'ning o'rtasida yana bir ovoz bor. O chorak ovoz ekanda. Masalan, dutdan chalgan chog'da masalan siz qachonda ma ikkisidan qanot asl qilsangiz bunda bir servis. Ikki pərdim oralig'ida Bunda bir servis, bu serigan aşağıda ovoz bor. Ovoz bor. Masalan, rayni shunday. Masalan, cho'ng ovoz deymiz endi do, ray, fa, so bu cho'ng ovoz. Mi, shi bu kichik ovoz. So'rashqa bu ovozlarning hammasida masalan do ko'tarilgan doning o'rtasida bir ovoz bor. Ray ko'tarilgan ovoz, rayning o'rtasida yana bir ovoz bor. Ikki bo'ldimi? Fa ko'tarilgan fa'ning o'rtasida yana bir ovoz bor. So ko'tarilgan so'ning o'rtasida yana bir ovoz bor. La ko'tarilgan la'ning o'rtasida yana bir ovoz. 5 ovoz bor. Biz hozir do ko'tarilgan do, undagi rayga o'tib ketamiz. Shunday bo'lganda 12 ovoz bo'ldi. Mi bilan shini qo'shgan. Endi biz agar bunda muqimlashtirmasak pardlarni, u chog'da biz 5 ovozdan mahrum qolamiz. Bizning milliy turaqlarimizdan ham bu tembermi deb ataydi, turaqni deb ataydi, ma yo'qolib ketib qoldi. Shunaqqa amallar siz chalg'i asboblar buyurtgan chog'da pardisiz çalgılarını ayakta yok.